Ko'pchilik dog'da davosi yo'q deb gapiradi. Men o'zim yaqinda ko'rdim. Realda davo topgan, do'yi после variantida ko'rdim. Do'yi после haqiqiy odamni ko'rdingizmi? Rasmda ham. Rasm. Chunki u rasm. Pigmentatsiya 100%, даже 80% ham oqarmaydi. Где-то 20-30% ocharishi mumkin. Polностью bo'lib ketishi uchun ichidan davolash kerak, ustidan davolash kerak. O'shanda ham men hali bir marta ham rezultatni 100% ketganini ko'rmadim. Даже иногда apparat lazerlardan keyin ham pigment yo'qotish uchun qilingan protsedura aksi bo'lib, pigment yana ham ko'payib ketadi. Bizning kosmetologlar shunaqa davolab qo'yishadiki, mumkin emas bo'lgan ugrivoy sip har xil bo'ladi-da, darajasiga qarab. O'shanga ham qo'l urib olishadi. Qo'l urib olishgandan keyin u juda ham yomon rezultatlarga olib keladi. Qonga infeksiya o'tsa, u sepsis, hattoki meningit kasalligi ham olib kelishi mumkin.